hayotiy misollardan keltirsangiz, mana shu UPayNetdan foydalangan vatandoshlarimiz bilan bog'liq bo'lgan qanaqa bir qiziqarli voqealar bo'lgan? Oddiy misol qilib aytsak, ko'p uchraydigan vaziyat, otasi chet elda ishlaydi, migrant bo'lib, onasi esa vatanda qolib ketgan. Onasi, ayoli o'sha immigrantning bola chaqasiga qaraydi. Ustiga ustak ayoli barcha to'lovlarni ham eslab yurish kerak. Svet, gaz, suv, chiqindi, internet, maktab, universitet va hokazo. Bu esa ayol kishi uchun ortiqcha yuk. UPayNet bilan bu masalani hal qilish juda oson. Qayerda bo'lsa ham o'zi barcha to'lovlarni qiladi. Tez va to'g'ridan to'g'ri. Uyda esa ayoli endi hech narsani nazorat qilish shart emas. Shunchaki SMS keladi, gaz to'landi, internet uzaytirildi, telefon to'ldirildi. Va bu oddiy to'lov emas. Bu hissiyot. Ota yonida, ota g'amxo'rlik qilyapti, hatto uzoqda bo'lsa ham. Xuddi shunaqa holat katta yoshdagi ota-onalar bilan ham misol qilib aytsak bo'ladi. Ularga hech narsani tushuntirib o'tirish yoki eslab yurish shart emas. Shunchaki xabar keladi, hammasi to'landi va ular e'tibor va g'amxo'rlikni his qiladi. Oxirida bu shunchaki yordam emas, bu oilaning hayotida haqiqiy ishtirok. Va biz bu g'amxo'rlikni mijozlarimizga to'g'ri va o'z vaqtida yetkazishga yordam beramiz.